Assalomu alaykum. Bugun umurtqachilar zoologiyasi fanimizning mavzusi e'tirozoidlar kenja tipi. Rejamiz ikkita qismdan iborat. Birinchisi dengiz yulduzlari sinfi, ikkinchisi dengiz tipratikanlari sinfi. Ignateriylar tipi. Biz bilamizki, ignateriylar tipi ikkita kenja tiplarga bo'linadi. Birinchisi pelmatozoidlar kenja tipi va ikkinchisi e'tirozoidlar kenja tipi. Dengiz yulduzlarining tashqi tuzilishi. Dengiz yulduzlari bilamizki, tanasi yassi 5 nurli yoki ko'p nurli yulduzlarga o'xshagan bo'lib, markaziy diskdan va nurlardan tashkil topgan. Nurlarning soni 5 tadan 13 tagacha yoki ko'proq bo'lishi mumkin. Tanasining ostki tomoni diskning markazida boshlanadigan ikki xil chiziqlarni ko'rish mumkin. Markazdan nurlarning chetlariga qarab taraladigan chiziqlar, radiuslar ularning oralig'ida joylashgan markaziy diskning chetiga kelib tarqaladigan kalta chiziqlar va interradiuslar deyiladi. Markaziy diskning og'iz teshigi joylashgan ostki tomoni oral, uning qarama-qarshi tomoni esa demak oboral tomon deb ataladi. Hazm qilish sistemasi oral tomonidan joylashgan og'iz teshigi qisqa halqum orqali xaltaga o'xshash oshqozonga ochiladi. Oshqozon qisqa va tor orqa ichakka o'tadi. Orqa ichagi oboral tomonning markazida chiqarish teshigi orqali tashqariga demak ochiladi. Oshqozondan har bir nur bo'ylab bir juftdan uzun naylar ketadi. Naylarning yon tomonida joylashgan hazm qilish shirasi ishlab chiqaradigan xaltachali jigar vazifasini demak bajaradi. Ambulakral sistemasi harakatlanish uchun xizmat qiladi. Bu sistema suv bilan to'lg'azilganda naylardan iborat. Ambulakral sistemasi oboral tomonda joylashgan midroplastinkadan joylashgan. Plastinkadagi teshiklar orqali oral tomonga ketadigan tosh nay bilan bog'langan. Tosh nay oral tomonda halqumni o'rab turadigan halqa nay bilan tutashadi. Halqa naydan har bir nurga radial naylar ketadi. Radial naylarning ikki yonida kalta yon nay joylashgan. Har bir yon naycha bir tomondan tana bo'shlig'idagi qisqaruvchi pufakcha ampula bilan, ikkinchi tomoni esa oral tomondan qisqarish xususiyatiga ega bo'lgan ambulakral oyoqchalar bilan demak tutashgan. Nafas olish organlari dengiz yulduzlari va dengiz tipratikanlari tanasida ichi bo'shi yupqa devori bo'rtmalar joylashgan. Bu bo'rtmalar teri javralar deyiladi. Dengiz suvida erigan kislorod bo'rtmalar devori orqali selom suyuqligiga o'tadi. Selom suyuqligi tiniq va rangsiz unda amebosmon hujayralar bo'ladi. Nafas olish organlari ambulakral sistema ham qisman ishtirok etadi. Ayrish sistemasi ignateriylarning maxsus ayrish organlari bo'lmaydi. Moddalar almashinuvi mahsulotlari asosan selom suyuqligidagi amebosmon hujayralar tomonidan tana bo'shlig'i devorining eng yupqa joyidan, xususan teri javralari orqali chiqarib tashlanadi. Amebosmon hujayralari tideman bezlar va o'q kompleks organi ishlab chiqaradi. Tideman bezlar og'iz oldi halqa ambulakral nay tosh kanal yonida joylashgan. O'q organi ovoq to'qimadan hosil bo'lgan uzunchoq xaltaga o'xshash bo'lib, tosh kanali yaqinida demak joylashgan bo'ladi. Qon aylash sistemasi ikkita halqa tomirlari va ulardan nurlar bo'ylab ketadigan radial qon tomirlaridan iborat. Halqa tomirlarining biri og'iz oldiga, ikkinchisi oboral tomondagi anal teshigi yaqinida joylashgan. Halqa tomirlar qon ishlab chiqaradigan o'q organi bilan bog'langan. Ignateriylarning qon tomirlari perigimal sistema naylar ichida joylashgan bo'lib, o'z epiteliysi bo'lmaydi. Lakunlardan iborat. Ichak devori orqali qon suyuqligiga oziq moddalar o'tib turadi. Ignateriylar qoni umurtqali hayvonlarning limfa suyuqligiga o'xshab ketadi. Nerv sistemasi dengiz yulduzlarida bitta asosiy ektonevral, ya'ni oral va ikkita qo'shimcha giponevral va oboral nerv sistemasi bo'ladi. Asosiy ektonevral nerv sistemasi og'iz oldi nerv halqasi va undan nurlar bo'ylab ketadigan 5 yoki undan ko'proq radial nervlardan iborat. Bunday nerv sistemasi chuqurroqda giponevral sistemasi joylashgan. Oboral nerv sistemasi esa markaziy diskning oboral tomonida selom epiteliysi ostida joylashgan. Nerv halqasidan va undan tarqaladigan radial nervlardan iborat. Ektonevral sistema asosiy sezgi vazifasini bajaradi. Birmuncha kam rivojlangan giponevral va oboral nerv sistemasi esa hayvon harakatini boshqarib turish uchun ham xizmat qiladi. Sezgi organlari yaxshi rivojlanmagan ambulakral oyoqlari va nurlarning ichki qismida joylashgan xalta paypasgichlari tuyg'u organlar hisoblanadi. Har qaysi nurning ichida paypasgichlari
asosida bittadan oddiy ko'zlar bo'ladi. Ko'zchalar ko'z chuqurchasi tipida tuzilgan bo'lib, faqat yorug'lik sezishga yordam beradi. O'tkazilgan tajribalar dengiz yulduzlari hidini ham yaxshi ajrata olishini ko'rsatadi. Jinsiy sistemasi dengiz yulduzlari ayrim jinsiy sistemasi sodda tuzilgan. Jinsiy bezlar shingilsimon shaklda nurlarning asosida joylashgan. Bezlarning yo'li nurlarning oraliqda ochiladi. Jinsiy hujayralar suvga chiqariladi va tuxum hujayrasi suvda urug'lanadi. Rivojlanish tuxum hujayrasi to'liq bir tekis bo'linib, kipriklar bilan qoplangan blastulani hosil qiladi. Blastuning pastki qismi botib kirishi tufayli endodermal o'rta ichak hosil bo'ladi va blastula gastrulaga aylanadi. Mezodermal va endodermal o'rta ichak hujayralarining blastotsilga ko'chishi tufayli kelib chiqadi. Ichakning yuqori berk uchi qisman ajralib chiqib, selomni hosil qiladi. Blastula qavatining bir qismi botib kirish natijasida oldingi ichak hosil bo'ladi. Blastula blastopori orqa chiqariq teshigiga aylanadi yoki orqa chiqariq teshigi blastopor o'rnida paydo bo'ladi. Dengiz tipratikanlari tanasi qattiq ohak igna bilan qoplanganligi, dengiz tubida yashovchi betnos hayvon, shakli sharsimon bo'lib, tanasining diametri 2-3 sm dan 15-20 sm gacha bo'ladi. Normal sho'rlangan ochiq dengizlarda bular tarqalgan. Tashqi tuzilishi sharsimon, tanasi 5 nurli, simmetriyali bo'ladi. Pastki biroz yassilashgan oral tomonda og'iz teshigiga qarama-qarshi oboral tomonda anal teshigi jinsiy organlari, ya'ni 5 ta teshiklar va rotrepor plastinka joylashgan. Tanasi qoplovchi ignalar turlicha tuzilgan. Bir qancha vakillarida ignalar kalta, ingichka va o'tkir bo'ladi, boshqalarida yo'g'on va uzun bo'ladi. Og'iz teshigidan tana sirti bo'ylab 5 ta egacha o'tadi. Bu egachalarda embulakral oyoqchalar joylashgan. Dengiz tipratikanlarining nurlari bo'lmasada organlarning rivojlanishi ularning 5 nurli simmetriyali hayvonlar ekanligini ko'rishingiz mumkin. Ovqat hazm qilish sistemasi yupqa devorli ichakdan iborat. Ichak uzun bo'lganligidan selom bo'shlig'ida buralib joylashgan. Ichagining hamma qismlari deyarli bir xil yo'g'onlikka bo'lib, faqat ichak devor tuzilishini tekshirib, oldingi, o'rta va keyingi ichak bo'limlaridan farq qilishi mumkin. O'rta ichakning oldingi qismi bo'ylab ingichka nay o'tadi. Naychaning ikki tomonida ham ichak bo'shlig'iga ochiladi. Naychaga oziq bilan birga yutilgan suv o'tib turadi. Shu sababdan ichak nafas olish vazifasini ham demak bajaradi. Nafas olish organi ko'pchilik dengiz tipratikanlarining og'iz teshigi atrofida 5 juft kalta teri jabralari joylashgan. Ambulakral sistemasi ham nafas olishda ishtirok etadi. Ambulakral pregemal qon aylanish va nerv sistemasi dengiz yulduzlariga birmuncha o'xshash tuzilgan. Jinsiy sistemasi dengiz tipratikanlari ayrim jinsli hayvonlar o'rta ichakning atrofida 5 ta jinsiy bezlari joylashgan. Bezlarning yo'li oboral tomonidan 5 ta jinsiy plastinkasining sirtiga demak ochiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.